bo'ynini otib uzmoqchi bo'ladi, lekin bir urishda uzish uchun juda qalin bo'lib chiqadi bo'yni. Shu payt kabana maxluqqa musht tushiradi, qo'lini uning tomog'iga tiqib, qo'pol kuch bilan boshini uzib oladi. Shundan so'ng ular maxluqlarni ko'mib mehmonxonaga qaytishadi. Kabana endi u yerda yashay olmasligini aytadi, chunki Yatara endi uning maxluq ekanligini biladi va voqealar ehtimol unga to'nkaladi. Inugami rozi bo'ladi va unga bir taklif borligini aytadi. Keyin u qurolni uning boshiga taqab, aslida xolasini o'ldirish uchun uni yonlaganini aytadi. U uning haqiqiy kimligini opasi, ya'ni onasidan bilgan, shu kungacha sir saqlagan. Ammo bu hayvon jasadlari bilan bog'liq voqealar boshlangach, u qo'rqib ketgan va uydagi maxluqni yo'q qilish uchun aynan Inugamini yonlagan. Uning aytishicha, haqiqiy aybdor boshqa birov bo'lsa-da, Yataraning bu ahvolida u haqiqatni aytsa ham xolasi unga ishonmaydi va shuning uchun u o'z ishini qilish kerak. Keyin u Kabanadan ota-onasini topishni xohlaydimi deb so'raydi. Kabana esa shunchaki unga tabassum bilan qarab yo'q deydi va Inugami uning peshonasini o'rtasiga otib tashlaydi. Inugami uning jasadini ko'tarib, Yatarani va ishining tugatgani haqida xabarni yetkazish uchun mehmonxonaga kiradi. U jasadni ham o'zi yo'qotishini aytib, Tokioga qaytib ketadi. Mashinada Kabana uyg'onib, allaqachon o'lgan bo'lish kerak emasmidi deb so'raydi. Inugami esa unga ovqat otib, qornini to'ydirishni aytadi va u g'ul ekanligini, g'ullar esa o'lmasligini aytadi. Ular shunchaki boshlariga zarar yetsa, biroz falaj bo'lib qolishadi, lekin uning yaralari hozircha tuzalib ketgan bo'lish kerakligini tushuntiradi. Shu bilan ular Tokioga borishadi va Inugami o'zining Inugami detektiv agentligi ofisiga olib kiradi. Kabane qishloqdagilar uchun allaqachon o'lik ekanligini, shuning uchun ular haqida qayg'urmaslik kerakligini va endi haqiqiy ota-onasini topguncha u bilan shu yerda ishlashi mumkinligini aytadi. U unga atir sepadi va idishini ham berib, bu demirlar o'zlarini tabiiy hidini yashirish uchun ishlatadigan maxsus atir ekanligini tushuntiradi. Keyin esa unga zamonaviy kiyimlarni kiyib olishini aytib, tashqariga chiqadi. Shu payt ikkita bola pizzaning birinchi bo'lagini kim yeyish haqida janjallashib kirib keladi va ofis o'rtasida ularning kiyimini kiyib turgan bu xunuk qishloqi bola kim ekanligiga hayron qolishadi. Inugami uni ikki bola Shiki va Akiraga tanishtiradi va Shiki ham Kabana kabi inson demon Durugay ekanligini aytadi. Inugami uni ikki bola Shiki va Akiraga tanishtiradi. Shiki ham Kabana kabi inson demon Durugay ekanligini aytadi. U odatda demonlar o'zini kimligini xavfsiz saqlash uchun odamlardan mavjudligini yashirishni tushuntiradi. Ammo ba'zida demonlar chegaradan chiqib ketishadi va o'shanda ular vaziyatni to'g'irlash uchun aralashadi. Boshidanoq Shiki Kabanaga o'zini katta olib, necha yoshda ekanligini so'raydi. Kabana 13 yoshda ekanligini aytadi. Shiki esa buni yodda tutishini, chunki u 14 yoshda va undan katta ekanligini aytadi. Keyin esa u unga tashqaridagi divanda uxlashini aytib, o'z xonasiga kirib ketadi. Boshqa tomondan Kabana bir muncha vaqt Akiraga tikilib turadi. U esa biror narsa kerakmi deb so'raydi. Kabana uning qanchalik go'zal va ajoyib qiz ekanligi haqida o'ylayotganligini aytadi. Bundan esa Akirani jahli chiqib, o'zini o'g'il bola ekanligini aytib, xonasiga yugurib kirib ketishiga sabab bo'ladi. Keyinroq Shiki Kabana bilan o'tirib uning pizzasini yeydi. U o'z ovqatini bo'lishmaydigan darajada yovuz emasligini aytib, unga yeyishni aytadi. Kabana esa hayotida hech qachon pizza yemaganligini aytadi va bu Shikini shunchalik hayratga soladiki, u bir muddat qo'pol harakatini bir chetga surib, unga "Sal odamga o'xshab yasha" deydi. Shundan so'ng Shiki Inugami nega Kabanani bu yerga olib kelganligiga hayron bo'ladi. Akira uning boradigan boshqa joyi yo'qligi yoki tashlab ketilganligi yoki juda kuchli bo'lishi mumkinligi sabab bo'lsa kerak deydi. Shiki buni aniqlashga qaror qiladi va Kabananing hammomiga boradigan yo'liga yopishqoq ipak to'ri tuzoq qo'yadi. Kabana yiqilib tushadi va Shiki undan tashlab ketilganmi deb so'rab, uni g'ashiga tegmoqchi bo'ladi, lekin Kabana tashlab ketilmaganligini aytib, oyog'ini ipakdan chiqarib oladi va to'pig'ini jarohatlaydi. Ammo Shikini hayratda qoldirib qon chiqarmaydi va yara binafsha rang alanga bilan darhol tuzalib ketadi. Ertasi kuni agentlikka politsiya boshqarmasidan demon bilan bog'liq hodisani hal qilish uchun maxsus so'rov keladi. Inugami va boshqalar mashinaga o'tirib voqea joyiga yetib kelishadi. Ma'lum bo'lishicha, eski bir uyda millionlab mayda hasharotlar bilan qoplangan xonada ona va bola hushsiz yotishibdi. Politsiya xonani muhrlab qo'ygan va ichkariga kirmoqchi bo'lgan bir xodimni allaqachon yo'qotgan. U darhol hasharotlar bilan qoplanib hushidan ketgan. Inugami o'zining tekin ishchi kuchi bilan kirib keladi va xonaga bir nazar tashlaydi. U bu hasharotlar 3 jasad hasharotlari deb atalishini tushuntiradi. Odatda ular siz uxlayotganingizda shunchaki o'lik terini chimchalab qo'yishadi va deyarli zararsiz ekanligini tushuntiradi. Lekin
lekin ularni ham sevimli taomlari borligini, ular markazdagi bir narsani o'rab olganini, shuning uchun o'sha narsani u yerdan olib tashlash kerakligini aytadi. U butun tanasini temirga aylantirib, xavfsiz kirib borish mumkinligini, lekin bu biroz vaqt olishini va bularning hammasini boshlanganiga 30 daqiqa bo'lganini hisobga olsak, ishni tezroq tugatishni bildiradi. Aks holda ona va bola tirik qolmasligini aytadi. Shiki o'z ipidan foydalanib tuzoq qurib, obyektni o'rgimchak odam kabi ichkaridan tortib olishi mumkinligini aytadi. Inugami unga imkoniyat beradi. Shiki eshikni biroz ochib, ichkariga to'r tashlay boshlaydi, lekin hammani hayratda qoldirib, hasharotlar uning ipagini yeya boshlaydi va uning butun mavjudligi